Kimsan boqiymi foniy, yerlikmi yo osmoniy, yo Fir'avni misriysan, yo Kisroy Eroniy, Qaysar Rummamiding yo qavmi Tubbamiding yo sher turk yo ey jon xulafoi musulmon, yo yerdagi qirolsan yo ko'kdagi hilolsan. Nechuk senga qul bo'ldim, koshki edi bilolsam. Har boshda foyda, har jussada topgan ifoda, har ko'ngilda yolg'iz Xudo bor, har qadamda bitta iroda, ikki dunyo. Har boshda foyda, har jussada topgan ifoda, har ko'ngilda yolg'iz Xudo bor, har qadamda bitta iroda, har kurtakda bitta sano bor, har yaproqda bitta kitoba, har giyohda bitta duo bor, har yomg'irda bitta ijobat, ikki dunyo. Men Alisher bo'lib kelgan zamonda Husayniy bor edi har nav jahonda. 60 yil hikmatin ayladim insho, o'zgardimi yo'qmi bilmadim dunyo. Ayroqlarga ham sabr edim men, ketdim men agarchi Bobur edim men. Men keldim dunyoga bo'lib shoh mashrab, dunyo o'zgarmadi, boz ketdim tashlab. Furqat bo'lib keldim, furqatda ketdim, cho'lpon bo'lib keldim, hasratda ketdim. Erkim qayda edi, erkim bilmadim. Erkin bo'lib keldim, erkin bo'lmadim. Hasratli qo'shiqlar, kuy yallalar men, kelib ketgan qancha Abdullalar men. Men hamon borman shu dunyoyingizda, ammo she'r qilovchi dil bormi sizda? Savolim yurakka qadalgan o'qmi, yo hanuz boyqaro tug'ilgan o'qmi? Bu ochiq daftarni butkul yopay deb, Mansur bo'lib keldim, nusrat topay deb. Tag'in o'zgarmasa dunyo netkayman, endi o'zgartirmay tashlab ketmayman. Mansur Jumayev 1991-yil 17 fevralda Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida dunyoga kelgan. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetini tamomlagan iste'dodli shoir faoliyati davomida Ovozi tojik, Xordiq gazetalarida, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi va O'zbekiston nashriyotlarida, sobiq axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida turli lavozimlarda ishlagan. Oq orzularim, Xayrat qo'shiqlari, Hazrati ishq, Biz kutgan fasl nomli she'riy kitoblar muallifi. Asarlari rus, ingliz, Vietnam, turk, Ozarbayjon, tojik va qoraqalpoq tillariga tarjima qilingan. Mansur Jumayev betakror she'rlari bilan birga Arilar ko'z yoshi, Alfa, Anitaning rasmi, Paradoks, Adaranda singari hikoyalari, qator she'riy tarjimalari va adabiy publisistik maqolalari bilan ham jamoatchilik e'tirofini qozongan. 5 yoshli bola, 4-5 yoshli paytdan ham o'zi o'qishlarni, nimalarni iqtidori bor edi bolamni. Opasi maktabga borib dars nimalarni o'qishlarni, mana bu she'rlarni yodlayman deb aytsa, bir man opasi hali yodlamas to'xtab, buni o'zi yaxshilab yodlab bizga sharhlata aytib beraydi. Yosh hali bir 4-5 yoshlik paytlarda ko'chaga chiqib bolalar bilan nima qilib o'ynash yo'lda loydan haykal yasardi, loydan. Uydi yonboshida. Mana shu Alisher Navoiy,
mana bu nimalarni, shoirlarni rasmlarini shunday chiroyli yasab qo'yaydiki, kim yasadi desa, shunday bizani farzandligimizda aytsa, kelib ko'ziga tik qaratib shunday gap so'rasa, tikka qarab gapiryapti-da, qo'rqmasdan, netmasdan. Shunga balam yordam beraydi menga. Kechroq qolib ketsa, birdan ayam yordam beraydi. Juda mehribon edi balam. Titroq mening onamsan, tuproq mening onamsan. Vatan mening onamdan ko'proq mening onamsan. Ona, azizim o'zing, yana azizim o'zing. Izlaringni o'pgan yer otizga sajda qildim. Hali 80-yil ekanmi, bilmayman qaysi yili aniq esimda yo'q. Guliston jurnalida o'rtada 2 bet, 2 varaq, 2 bet to'rtliklar yozilgan chiqqan edi. Shuni qayerdandir topuvdim-da, ilib qo'ydim. To'rqa-to'r. U yerda Umar Xayyomniki, Pahlavon Mahmuddan bor, nimalar, tarjimalar bordi, to'rqa-to'r. Shunda bitta to'rtligi o'zimga yoqqan edi-da. Na oltin hirsidan kuygan siynam bor, na tamadan dilim g'amga giriftor. Arpanon tiniq suv holi bir burchak, qanday shirin hayot, o Parvardigor degan to'rtlik yoqqani uchun bolalar maktabdan kelsin, ko'rsin, o'qisin, nima qilsin deb qo'yib qo'yardim. O'zim ham o'tgan qaytganda shunga qaraverardim. Guliston, Saodat, Fan va turmush qanaqa jurnal bo'lsa, qo'limga tushsa o'qib chiqib yig'ib tashlayverardim. Badaxshon bahridan o'tib Humoyun ota diydoridan kechmagan bilga. Bo'yli o'g'il bersang barhaq Xudoyim, jonni fido qilgum unday o'g'ilga. Dard bersa darmonlik ota uchun tan, g'am bersa g'amlari muborak g'amdir. O'g'liga jonini tasadduq qilgan Zahiriddin Mirzo Bobur og'amdir. 5-sinfga o'tgandan keyin bitta til adabiyot o'qituvchisi Lola Bodillayeva degan o'qituvchi uni oldiga bu yozgan nimalarni olib borganda bir to'rtlik, 2 to'rtlik hali o'zi bilgancha o'sha vaqtda ustoz ko'rib bering degan. Keyin ustozni shunday ko'rgandan keyin mayli, yaxshi yomon nima qilmaysan, mana sen shunday she'r yozgan, Abdulla Oriflar qanday yozgan? Ana shunday yozib olsang, menga olib kel deganda, qiziqtirish uchun. Ko'p payt keyin uni oldiga bora olmagan. Ular qayerda, men qayerda, shu 5-6 sinf davrlarida yozib yig'averib keyin ustozni o'zi chaqirib olgan. Keyin nima ko'rmay ketdim. Keyin olib borib ko'rsatgan. Ana endi men senga aruz vazni, yana qanday barmoq vazn, shunday yo'nalishlar o'sha ustoz Lola Bodillayeva ko'rsatgan. Men uchun juda qattiq talab va juda qattiq saboq bo'lgan. Bitta bu emas, umuman yaxshi she'r kitoblar topilganda, izlaganda falon narsani o'qidingmi, ko'rdingmi deb so'rab turardi. Shu talablar mening nazarimda, shu qattiqqo'llik mening nazarimda shu yoqqacha olib kelyapti. Ana men o'qib chiqqan kitoblar deyarli hammasini ana shu qarab chiqdi. Romanlar. Rus tilidagi kitoblarim bor edi, ularni ham o'qib chiqdi. Men uni yoshiga qarab kitob mayli o'qiyver derdim-da, u o'g'rincha to'rtta qo'yib bordi, boqishga chiqib katta roman kitoblarni olib chiqib borib o'qib kelaverardi. O'ylashimcha, bu asli bizlardan qilmasidan emas, tepadan bir iqtidor bergandir. Bergan bo'lsa kerak, bu qiziqib ketdi, bu olib ketdi. Manov temir, manov toshlar aro nafsim ko'zin xushlab, manam borman, man borarman, jon hovuchlab, ruh hovuchlab. Kelar, ketar, tinar, shoshar, o'ng tarafim, so'l tarafim, ichimda bir daryo toshar, zikri xafi. Ota-onalar majlisiga borganda onasini ustozi chaqirib aytgan. Opa, xola, o'g'lingizga ayting, bolalarning oldiga menga unday qiyin savollarni bermasin, uyalaman derkanda, akademik litseyda o'qib bitirdi. Keyin bu yoqqa birinchi sharqshunoslikni men qaysiga topshirdi bo'lmadi, Milliy universitetga nima qildi bo'lmadi, lekin borganni qo'yganda ham men aytardim-da, uyga kelsang tayyorgarlik o'zi qila olmaysan, o'shalarda eplolsang tayyorlan. Biz endi birinchi kursga kirgan bo'lsak, Mas'ud 4-kurslar darajasida bilimga ega bo'lgan bir dunyoqarashga yoki kasbiy mahoratga ega bo'lgan talabalardan biri edi.
va Islom agar eslasangiz, Mansur hammamizdan oldin amaliyotga kirib kelgan birinchi. O'qishga, nazariyaga kirishdan oldin amaliyotga kirib, to biz endi kirar, masalan, kursdoshlarimiz birinchi kursda endi kichkina xabar yozishni o'rganayotgan paytda Mansur gazeta jurnallarda ishladi, katta maqolalar yozib tilga tushgan edi-da. Ijara uylarda shu qiyinchiliklarda, talabalik qiyinchiliklari bo'ladi-ku o'ziga xos. O'sha paytlarda birga aka-uka bo'lib, qandaydir ma'noda do'st bo'lib yurib ilg'aganim go'zal shaxslik. Bu juda kamdan kam uchraydigan g'aroyib hodisalar ediki, butun insoniyatni yaxshi ko'radigan, har qanday insonni yaxshi ko'radigan. Bizni o'qishimiz, fakultetimiz Muqimiy 104 manzilda joylashgandi. Mansur o'sha birinchi kurslik davridanoq Navoiy 30dagi bir nechta tahririyatlarda, nashriyotlarda ishlardi. O'qishdan chiqib, mana shu O'zbek filmni ko'chasi bilan paytlar Milliy bog'da hozirgi o'zgarishlar yo'q edi. Milliy bog'ni kesib o'tib, Xalqlar do'stligi bilan birga Navoiy ko'chaga juda ko'p piyoda ketardik. Suhbatlashib ketardik. Bu endi yarim soat 40 minut vaqt ketadigan bo'lsa, mana shu jarayonning o'zi ham bir dunyoni ko'ringan bo'lardi-da. Eslasa odam bir boshqacha zavqqa to'ladigan paytlar. Ravshan aka, Ravshan Haqmurod, Mansur aka, men Toshkentda bizni oyog'imiz yetmagan joyi qolmagan bo'lsa kerak. Senchi aziz yo'ldoshim, yelkadoshim, qo'ldoshim, nechun boshing ham sening, nechun o'ltiribsan jim? 2001-2002 yillardan Sharq nashriyot matbaa konsernini Sharq ziyosi degan gazetasi chiqardi, kichkina gazeta edi. Adabiyotga sayfalar ajratardi. Mana shu gazetada kunlardan bir kuni bir 4-5 ta she'r o'qib qoldim. Bolalik degan she'r meni yodimda qolib ketdi. Qor jilg'aga aylanib ketdi hayot soyiga, ketaverdi loylanib tanamagan joyiga, qorligidan asar yo'q qayga yetdi aytmaydi. U qor bo'lib yashagan cho'qqisiga qaytmaydi degan she'r. She'rni sarlavhasi bolalik. Bu she'r sarlavha bilan she'rni satrlari shunchalik bog'langanki, sarlavha xuddi bir she'rga nisbatan kalitday ochiqish vazifasini bajaradi. Ancha yillardan keyin men o'sha paytlarda Jahon tillari universitetida xalqaro jurnalistika fakultetida dars berardim. Bir kuni auditoriyada mavzu she'rlar haqida ketdi-da va shu she'rni men o'qib berdim. O'qib berdim, lekin ungacha o'sha ishxonamga Mansur 1-2 marta kelgan edi, ko'rgan edim, lekin yodimda qolmagan. O'sha auditoriyada keyin misol tariqasida, tabiiy she'rga misol tariqasida shuni o'qib berganimda bolalar chuvlab qolishdi. Mana shu Mansur Jumayev dedingiz, shuni muallifi auditoriyada o'tiribdi. Haqiqatan ham mana shunaqa qilib men birinchi Mansur Jumayevni taniganman, ya'ni she'rlari orqali taniganman. Biz bitta universitetda o'qiganmiz. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetida darsdan keyin ishlardim. Kafedramizda o'sha yerda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi kelardi. Shu gazetada ularni bolalik, ertak haqida ertak kabi turkum she'rlari chop etilgan ekan. Va o'shanda aytdimki, bizda shunaqa iste'dodli bola bormi? Shoir bormi? Dedim. Surishtirsam, kitoblar chiqmagan ekan. O'zlaridan elektron kitoblarni olib o'qidim. So'z keldi, soz keldi, xushnavoz keldi, og'och kokiliga qushlar boz keldi. Mening xayolimga gavjum davrayu tillarang qandilu gul qog'oz keldi. Janubdan kuydirgich bir nasim keldi, shimoldan yaxlagan nafasim keldi. Juldur kitobimni javonga otdim, odamsiz ko'shklarga havasim keldi. Bir safar bir viloyatdan kelgan bir shoir yigit, men sal tadbir kech bo'lib qoldi, kech tugab qoldi, uyga keta olmasam kerak edi dedi. Endi 2-3 ta variantim bor, boradigan boshpanam bor. Agar sizlarda joy bo'lsa, biz endi Mansur bilan birga ijroda turardik-da, Farhod bozori tomonda. Menga yonimda o'tirdi, shu bir joy kerak bugunga dedi. Shunaqa nima edi, ijarachi xola juda bir badjahl nima edi, ayol edi. Shunda yonma-yon eshik edi. Bu uyda o'zi turardi, bu eshikda biz ijroda turardik. Umuman begona olib kirgizmasdi, ya'ni begona odam olib kelmanglar orqalaridan derdi. Keyin men aytdim, uzr endi dedim, bizda
uyda egasi hazaykamiz shunaqa endi xafa bo'lmaysan dedim. Keyin ishga ketdim. Kechki payt uyga borsam, boyagi shoir bola uyda o'tiribdi-da. Mansurga aytgan, Mansur yo'q deya olmaganda endi. Bo'lmasa shunchalik badjahlki, Mansur ham qo'rqadi, men ham qo'rqaman u ayoldan masalanda, endi jahlidan. Shunda ham masalan men shunday kirib borib, to'g'risi uyalib qolganman o'zim. Mansur haqida o'ylasam, negadir beozor qushlar xayolimdan o'taveradi-da. Musichalar ko'rinadimi ko'zimga, kabutarlar ko'rinadimi? Xuddi bir musichani ko'zi bilan, bir kabutarni ko'zi bilan qarab turganday bo'laveradi-da. Uni tabiat ham shunaqa edi o'zi. Beozor yigit edi. Mo'min yigit edi u. Paymon topiladi bir kunmas bir kun. Darmon topiladi bir kunmas bir kun. Bir kunmas bir kuni daryo bo'larsan. Ummon topiladi bir kunmas bir kun. Shunday bo'ladiki, masalan, ko'p yillar davomida bir necha marta ommaviy axborot vositalarida, davriy nashrlarda turkum she'rlar e'lon qilinishi mumkin, lekin e'tirofga sazovor bo'lishi qiyin. Mansurda shuni teskarisi bo'ldi. Birdan e'tiborga tushdi. Nega? Chunki Mansurda birinchi she'rlardanoq uni o'zini uslubi, o'zini she'rni ichki qurilishi, umuman olganda she'r bilan bog'liq yangiliklari Mansur Jumayevni o'sha she'rga olib kirgan birinchi yangiliklari bilan e'tirof etildi. Keyin kitobdan kitobga, she'rdan she'rga Mansur Jumayev shubhasiz o'sib bordi, badiiy takomilga yetib bordi. Mansur Jumayev mana kitoblarini, she'rlarini deylik xronologik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha keyingi she'rlari albatta oldingi she'rlariga qaraganda mukammallashib, har tomonlama mukammallashib borganini kuzatish mumkin. Mansurda o'sha she'rlarini o'qiganda ham avvalgi she'rlar bilan hozirgi she'rlar shu shoirda o'sish joylari bo'ladi-ku, o'sish nuqtalari bo'ladi. Keyin har xil janrlarga yoki shakllarga urinib ko'rishlar bo'ladi. Ko'pchilik shoirlar qo'rqadimikin yoki xohlamaydimikin shu har xil janrga, har xil shaklga urinib ko'rishga. Mansur qo'rqmasdan hammasiga urinib ko'rgan. Doim o'zini ustida ishlagani bo'lsa kerak-da, mana shu sababi. Juda ko'p o'qigani. Chunki she'rlarda o'zida ham bilinib turadi-da, baribir odamni bilimi bilinib turadi. Faqat iste'dodni nimasidan tashqari, Xudo bergan iste'doddan tashqari uni bilimi baribir bilinib turadi. Ular meni ustozim, do'stim, turmush o'rtoqlikdan tashqari bir ruhdoshim edilar. Va bir narsani ayta olamanki, shoirni yaxshi bo'lish uchun yaxshi ayol kerak ortida deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri bilmayman. Lekin meni yozishimda, meni ijodda bardavom bo'lishimda Mansur akani o'rni kattaroq deb o'ylayman. Chunki ular kinolarni saralarini ko'rishni, kitoblarni saralarini o'qishni, vaqtdan unumli foydalanishni o'rgatdilar. Menga mana bunaqa qilish kerak deb o'rgatmadilar ular. Ular yashab ko'rsatdilar. Ular o'rnak bo'lib aytmasdan o'rgatdilar, gapirmasdan o'rgatdilar. Yor haqida, muhabbat haqida yozgan she'rlarida yorning qoshini, ko'zini, qaddi qomatini tasvirlamaydi deyarli. Agar bitta she'rlarda uchramasa yoki seni kim chizdi jonim, bir savol ezdi jonim, jonim ay, jonim beray, seni kim chizdi jonim dedilar yoki buncha go'zal bo'lmasang qobirg'amning davomi dedilar. Yoki tasvirga qarab bo'ldim, musavvirga ishqiboz deb aytadilar. Ayol haqidagi she'rlarda ham g'urur bor. Na Behzodu, na Artur, Ro'za, Chingiz, O'rol, Nur, na Picasso yo Mahmud bo'yla surat chekib tur. Boridan bezdi jonim, borligin sezdi jonim, jonim yo yerga kirdi, yo ko'kda kezdi jonim. Ko'zimdan sizdi jonim, bir savol ezdi jonim, jonim ay, jonim beray, seni kim chizdi jonim, seni kim chizdi jonim. Ko'ylaklarimni dazmol qilayotgan paytlarimda vaqtim bekor ketmasin deb kitob o'qib berardilar, she'rlar o'qib berardilar.
oy sahnidan tushib keladi pastga, og'ushiga olib titraydi daraxt. Derazamdan poylar yulduzlar asta, men ko'ylaging dazmol qilayotgan payt. Nahot baxt shunchalar soddadir, jonim, shunchalar oddiydir, nahot chin suyush, manim toatimdir, manim iymonim, yelkamga yuklangan shu go'zal yumush. Kuzak xazon ichra kular ochunda, dimog'imni o'rtar atirgul isi va ushroq ahliga bir ulug' kunda sening ko'ylaklaring bayroq bo'lgusi, yigit salim bo'lsin, bor bo'lsin yigit, gul tikoni tilsin bilaklarini, ayol dil taftila boshini egib dazmollasin uning ko'ylaklarini. Ko'z yoshi ham kutmagin, sevilmagan odamdan sevgi sorma sevgilim, sevilmagan odamdan ishq tilasang har mahal, oshiq bo'lib so'ragin, barmoqlaringga maqtal eshik mening yuragim, ishq tilasang har mahal, oshiq bo'lib so'ragin, barmoqlaringga maqtal eshik mening yuragim. Oxirgi paytda menga juda yoqadigan tomoni, umuman kutilmagan, faqat masalan muhabbat, faqat vatan, faqat qanaqadir doimiy navbatchi mavzular emas. Keyin mana yozlar Seling'ur haqida, repatriatsiya, shunaqa ayollar terminlar bilan zo'r masalan yangi mavzular va yangi fikrlar chiqib turadi. Qo'rqmasdi-da, qo'l urishga qo'rqmasdi shu mavzularga. Lekin mahorat bilan yozardi. Ko'proq Mansur aka bizdan ko'ra galaktikaga ko'proq chiqib ketadigan nima edi, baribir mavzular chiqadi. Bolalar uchun yozib qo'ygan she'rlaridan kitobcha qilingan edi o'sha paytlar. Keyin ozgina ko'ngli to'lmay turib qoldi shu kitob. Mana shu kitoblarni menga tashlab bergan edi, menda hali ham turibdi. Bemalol hozir shu bolalar uchun eng yaxshi kitob sifatida chop etib, hozir bemalol bolalarga yodlatish mumkin bo'lgan she'rlar. Pyesalari bor edi. Hech qayerga e'lon qilmagan, ustida bir qayta ishlayman yana deb qolib ketgan pyesalari, hikoyalari bor edi. O'zi umuman bular nima deydi, shu yozilgan paytda shu yaqinlariga, do'stlariga ko'rsatilgan, lekin hech qayerda e'lon qilinmagan bir ajoyib ijodiy ishlari bor edi. Qo'limda Mansur Jumayevni maqolalarini, qo'lyozmasini oldim, hozir o'qib chiqdim va Mansur Jumayevni yana bir jihatini mana shu maqolalar orqali aytmoqchiman. Adibni, ijodkorni ijodiy portreti deylik, portretini eng birinchi navbatda uni yozgan asarlarichalik, u maqola bo'ladimi, she'rmi, boshqa janrdagi asarlarmi nima bo'lishidan qat'iy nazar, yozgan asarlarichalik hech narsa uni ijodiy portretini yaratib bera olmaydi. Shu ma'noda Mansur Jumayevning maqolalarini o'qiyotib, Mansur Jumayevni tafakkuri, dunyoni tushunishi, qalbi qanchalik kengligini, dunyoni o'zgarishlarini, dunyoni voqealarini, hodisalarini qanchalik to'g'ri tushunishi va qabul qilishini isbotini ko'rdim. Shu nuqtai nazardan Mansur Jumayev shunchaki xonada o'tirib olib she'r yozadigan shoir emas, balki ijtimoiy hayotda faol, yon atrofimizda ro'y berayotgan o'zgarishlarga o'zini nuqtai nazari, fikri, mustaqil fikri mavjud bo'lgan ijodkorni bir qiyofasini ko'rdim mana shu maqolalarda. Shu xalqni hayoti yaxshilanishi uchun har kim o'z xizmati bilan, o'z mehnati bilan bunga hissa qo'shadi va men ham bir shoir, bir yozuvchi, bir ijodkor o'laroq men qalamimni qo'ymayman. Yangisidan bormi degan paytim o'qiydi, yana bir qaytarib o'qiydi. So'zlar, so'z boyligi maqtash emas, so'z boyligi yaxshi edi. Eski o'zbek tilidagi so'zlar hozir ishlatilmaydi-ku. Ana shularni ham u ishlatardi. O'zimizda unutilgan so'zlar, qaysi tildan bo'lsin, qat'iy nazar unutilgan so'zlar hozir ishlatilmagan bir joyda esimga kelib qolsa, o'zim telefonda shu so'rardim keyin. Hatto ayrim so'zlarning o'zim ma'nosini eshitganman, gapirganman, bila olmaganman, bundan so'rab bilib olardim. Sizni qanday tushundingiz deb savol berardi lekin.
Men tushunchamga yaqin kelmadi sanki. Hatto men so'rab turaman. Keyin ular aytardilarki, mani shoirligim kimgadir xalaqit bermasin. Faqat kayfiyatda odamni bo'lib qolmaslik kerak shoir. Shoir siyosatni ham bilish kerak, shoir tarixni ham bilish kerak. Kim do'st, kim dushman. Hammasini odil baholay olish kerak. Menga ilhom keldi deb bir xonaga kirib she'r yozsam, bu yoqda bolalarim qiynalsa, menga unaqa ijodni keragi yo'q deb aytardilar. Deyarli she'rlarini qachon yozganlarini sezdirmasdilar. Doim tayyor holatida eshitganmiz she'rlarini. Birinchi dadajonga yoki menga o'qitardilar. İlk ko'rishgan davrada bir yosh yigitchamiz ham kelgan edi. Havaskor shoir. Va u o'zini o'sha vaqtlari yosh shoirlar o'rtasidagi tanlovda qatnashayotganini, bu tanlovda yutish uchun bor kuchini safarbar etayotganini aytganida Mansur unga shunday so'z aytgan edi. Tanlovlar, ko'riklar, ko'ksingga qadaladigan taqinchoq medallar hammasi o'tkinchi. Bular haqida o'ylama. Faqat yoz degan edi. Ko'nglingga, qalbingga Xudoyim neki bir fikrni, bir tuyg'uni solsa, qog'ozga solaver. Shoir faqat qalamga, qog'ozga va o'ziga talpinadi. O'tkinchi havaslarga emas degan gapni aytgan. Mansurbek bilan biz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida ishlaganmiz. Biz tabiiyki yosh ijodkorlar bilan ishlardik. Eshigimizdan har doim yosh qalamkashlar, shu adabiyotga, ijodga bir mehr bilan kirib keladigan yoshlar bo'lardi. Va ana shu yoshlarni har doim o'rnidan turib, u qanday yozishi, kimligidan qat'iy nazar bir inson o'laroq kutib olardi va uni o'sha adabiyotga mehri borligi uchun ham yaxshi qabul qilardi. Va qarab turib, ba'zan biz ishimiz ko'p bo'lardi, mana tadbirlar bilan, boshqa bilan yurardik, lekin Mansurbek shu ijodkorlar bilan soatlab hatto gaplashishga vaqt topardi-da. Keyin kuzatgandan keyin Mansurbek qalay ekan desam, ba'zan zo'r ekan, mana bu to'pilma satrlarni qarang, she'rlar o'qib berdi menga deb gapirardi. Ba'zan esa mayli adabiyot ichida havas bilan yuribdi, lekin ko'nglini qoldirmaslik kerak opa deb shunaqa bir insoniylik nazari bilan qarardi-da ijodkorlarga. Mansur Jumayev akam, ustozim, ilk tanishuvimiz Zomin seminarida bo'lgan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Zomin seminari loyihasida Mansur Jumayevni ilk bor ko'rganman, tanishganman. She'rlarimni eshitib, Toshkentga yo'lingiz tushsa, Yozuvchilar uyushmasi bor. O'sha yerga borsangiz meni so'rang degan. Oradan qanchadir vaqt o'tib Toshkentga kelib, Yozuvchilar uyushmasiga kelganimda koridorda ko'p suratlar, ustoz shoirlar, yozuvchilarni shular suratlariga mahliyo bo'lib qarab yursam, ortimdan bir odam meni she'rimni takrorlayapti. Umrim eski kuyga o'xshaydi. Yetar yo'ldan shuncha adashdim. Ortimga o'girilib qarasam, Mansur aka musofirlik uchun ishga ketayotgan paytlarim Yoshlik jurnalida she'rlarim e'lon qilinganini ko'rib qoldim. Buni ham Mansur aka she'rlarimni saralab bergan ekan. O'shanda olinib qo'yilgan biletni qaytarib Toshkentga Mansur akaning oldiga kelganman. Ko'ngling kulbasidan ketmasa iymon, kipriging uchidan qalqisa vijdon, bir kunmas bir kuni bo'lolsang inson, inson topiladi bir kunmas bir kun. Ko'p safarlarda ham birga bo'ldik. Mana shu safarlar davomida ham men bilganman Mansurda shunaqa odobi, axloqi juda ham chiroyli ekanligini. Odamlar orasida, ijodkorlar orasida shunaqa bir gap yuradi. Uni fe'l atvoriga qarab nima qilasan, uni qanday odamlarga qarab nima qilasan, uni yozgan asari zo'r bo'lsa bo'lsin, boshqasini nimaga o'ylaysan deyishadi-da. Yo'q, bunaqa emas.
shoirni, yozuvchini axloqi, odobi ham o'zini she'riga o'xshashi kerak. Bu agar o'ziga o'xshamaydigan bo'layotgan bo'lsa, u bilan bog'liq tasavvurlar va fikrlar o'zgarib ketadi. Qaysiki ma'noda odam bitta qiyofada ko'rinishi kerak. Ijodkor sifatida ham, hayotda yurgan inson sifatida ham shunaqa. Mansur mana shunaqa odam edi. 2022-yilda Ozarbayjon Shusha shahriga bordik. Bilasizmi, endi safarlar ko'p bo'ladi va hamrohingizga juda ko'p narsalar bog'liq. Shu ma'noda Mansurbek juda ham tolerant inson ekanligini ko'rsatdi. Chunki u yerda qardosh xalqlar bilan til topishish, ular bilan samimiy suhbat qurish da Mansurbek o'rnak bo'la oldi deb o'ylayman. U nafaqat o'zbek tilini, ona tilini yaxshi bilardi, qolaversa o'sha fors tilini, Ozarbayjon tilini, turk tilini, jami qardosh tillarni yaxshi bilardi va ular bilan bir san'atkorona suhbatlashardi-da. O'sha do'stlarimiz, biz bilan shu festivalda qatnashgan do'stlarimiz bilan juda ham yaxshi do'st bo'la oldi. Keyinchalik ham o'sha gaplashib turganimizda ijodkorlar bilan Mansurbek she'rlarini so'rashdi, tarjimalar qilishdi. Biz o'sha Shushadan avtobusda kechib o'tayotganimizda u yerdagi o'sha vayronagarchilik, o'sha yurtini qaytarib olgan ozar yigitlarning o'sha mardliklari bir juda ham bir oynani tashqarisiga holat juda dahshatli edi-da. Ya'ni yaqindagina urush bo'lgan holat. Shunda ko'zlarimdagi o'sha qo'rquvni ko'rib, qo'rqyapsizmi opa deganda, ha, sal qo'rqyapman desam, qo'rqmang, men bor, qolaversa O'zbekiston bor-ku deganda. Harbiy dedi, mas'ul bir kun telefon qildi-da. Mana siz harbiy xizmatchisiz dedi, harbiylar orasida yuribsiz dedi. Harbiylar dedi, shunaqa qarash borki deyapti-da. Faqatgina vatan uchun jon berish kerakmi deyapti-da. Boya biz gaplashdik-ku, masalan, she'riyat haqida, she'riyatda yangilik qilishga jur'at haqida gaplashdik. Keyin Mansur aytdi, men bir she'r yozganman dedi. Sizga yuboraman hozir, bir o'qing dedi-da. Nima bu vatan uchun faqat jon berish kerakmi? Harbiydan intervyu degan. Harbiydan intervyu. She'rning xulosasi shunaqa tugaydiki, jon olishim mumkin vatan deb degan bir o'ta bir shiddatli va bir dangal xulosa bilan tugaganda, biz bilamizki, doimiy vatan haqidagi she'rlarga o'rganib qolganmiz. Sen uchun jonim fido, sen uchun jonimni beraman deydi. Yo'q, Mansur bu yerda butunlay boshqacha fikrlayapti-da. Men sen uchun jon olaman deyapti. Mana shu aslida haqiqiy harbiydi, haqiqiy vatanparvarning fikri, qarashi bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Mana bir she'rim bor, o'sha she'rimda agar vatan chorlasa, yugurib bor yugurib, yovlar qarshisiga chiq, arslondayin o'kirib, orini asrolmagan asrolmaydi jonini, egilib jon berguncha sug'urib ol jonini. Mansurdan xuddi shunga o'xshash mazmunda bir she'r yozgan. Mana odobini aytayapman-da. Shunda G'ayrat aka, ustoz, rozi bo'lasiz. Sizni she'ringizga qaysi jihatdan o'xshab qolibdi ekan degan gaplarni aytganda men aytdim-ku, yo'q. Vatanni yaxshi ko'rish har xil bo'lmaydi. Vatanga talpinish har xil bo'lmaydi. Hamma bir xil bo'ladi. Shuning uchun tuyg'ular bir-biriga o'xshaydi. Tuyg'ularni bir-biriga o'xshashi va uni ifodalash bir-birini takrori emas, balki o'ziga xos tarzda, o'zining lafzida izhor qilish bo'ladi. Sen ham ana shu yozganing o'zingni lafzingdagi bir izhoring deb aytgandim. Shundan sevsam hamki sizchalik hayqirmadim tun kun vatan deb. Vatan deya jon bermadim, lek jon olishim mumkin vatan deb. So'nggi vaqtlarda har qanday janrda emas, mavzu bo'yicha ham urinib ko'rgan. Sanabob sanalarga bag'ishlangan she'rlar yozishga tutinib qoldi bir vaqt. Oxirgilarida keyin o'tirganimizda nimaga bunday she'rlar yozib boshladingiz desam, yaxshi javob berdi. Ya'ni buyurtma va sanabob she'rlar ham asli yaxshi yozish mumkin ekanligini ko'rsatmoqchiman dedi. Hozir ham yana varaqlab ko'rib bilyapman, haqiqatdan aynan o'sha sanalarga, buyurtmalarga qilingan she'rlari ham ancha zalvorli bo'lgan ekan. Ya mahorat o'z gapini aytgan har bir she'r. Mansur katta-katta
konsertlarda nimalarni ssenariylarini yozganda ham bir chiroyli narsa chiqardi. Qayerdaki masalan qalami tekkan joy bo'lsa, albatta nafas sezilib turardi. Masalan, keyinchalik shu davlat tadbirlarini, ssenariylarida ishtirok etganda ham o'sha davlat tadbirlarida aytilayotgan she'rlarda-yu, nutqlarda-yu, fikrlarda hammasida qalami, nafas sezilib turardi. Yashasın uyg'oq kulgu, yashasın tirik tuyg'u, yashasın bu dunyoda turkiy so'z, turkiy turku. Tinmas turkiylar soyi, sinmas turkiylar yoyi. Yashnagay mangu bu bog' do'stlik quyoshi oyi. Vatan manzumasi degan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil qilindi. Mana shu tashkil qilinayotgan tadbirlarda boshida turdi. Shu nima repetitsiyalar bo'ladi, o'sha katta bayramlarda repetitsiyalari bo'layotgan payt Turkiston saroyini nimalarida, studiyalarida repetitsiyalar, ovoz yozishlar bo'layotgan payt telefon qilib qoladi. Dadam aka, falon joyga keling, aka Islomjon falon joyga keling. Mansur vaqt oladi, yarim kunlab u o'tirasan u yerdan nechtasi ketadi studiyada, kutib o'tirasan, boshqa qilasan. Siz o'zingizni tortsangiz, men o'zim tortsam, falonchi o'zini tortadigan bo'lsa, shoirlar ham o'zini ko'rsatish kerak. Shoirlar borligi bilinishi kerak-ku. Hozir men sizni chaqirmasam, falonchini chaqirmasam, ro'yxatda undan keyin yana kimlar keladi. Ertaga baribir o'zlaring e'tiroz bildirasizlar, o'zimiz e'tiroz bildiramiz. Falonchi nima qilib yuribdi katta sahnada. Shunday zo'r shoirlar, yaxshi shoirlar bor-ku. Urishib tashlagingiz keladi-da, shu ohangda gapirib qo'ya qolardi. Xalqimizni adabiyotga qaytarish, kitobxonlikka qaytarish degan katta bir vazifa yelkalarimizdan bosib turgan bir paytda bu katta mas'uliyat, katta mehnat talab qiladigan, katta iqtidor, katta iste'dod talab qiladigan bir jarayon. Azizim, umrimiz qorga o'xshaydi. Erimay turganda borga o'xshaydi. Yurak urmaslikka ko'nsa ham mayli. Yurak sevmaslikka ko'nmasa bo'ldi. Ijodxonamizda doim Navoiyning Qaro ko'zim kitoblari bilan Hofiz Sherodiyning kitoblari turardi. Boburning kulliyoti turardi. Yoki Boburnomani asl nusxalari turardi. Mumtoz she'riyat bilan uzilmagan holda doim o'qib, ularni bolalarimizga ham zamonaviy tillarda aytib berishga harakat qilardik. Kitob do'konlariga chiqsak, albatta ensiklopediya sotib olardik. Bolalar ensiklopediyasi, kattalar ensiklopediyasi. Ensiklopediya ko'rdikmi, albatta olardik. Eronda 5 kilometr, 6 kilometrlab kitob kutubxona ko'chalari bor ekanda, kitob ko'chalari bor ekan. Biz ana shu yerga borib 5-6 yillik tarjima kitoblar olib kelib, uyda tarjima qilib shu xalqqa, millatga hadya qilmoqchi edik u kitoblarni. Mansur Jumayev alohidalik kasb etadigan, boshqa tengdoshlardan, yelkadoshlardan farq qilib turadigan asosiy jihatlardan biri bu savodxonlik edi. Poetik savodxonlik. Ko'p tahrir qilib turardi. Jo'ra bunday emas, mana buni sal e'tibor bering deb eng ichida kishi bilmas dakki berib ham turardi ba'zan. Mana shu tengdoshlarimizni ichida Mansur bilan ruhan nisbatan yaqinroq edik. Garchi so'zlashuvlar, muloqotlar har doim ham bo'lavermasa-da, endi Rumiy boboni bir gapi bor. So'z tushunmaydiganlar uchun deydi. Xuddi shunday so'zsiz tushunadigan holatlarimiz ko'p bo'lgan. Ko'z ishorasi bilan ko'zlarini shunday yumib tabassum qilib qo'yardim. Demak, o'sha jarayonda biz fikrlarimizni tasdiqlab, to'g'ri o'zimizcha endi nazarimizda shu to'g'ri fikr degan bir ko'z qarashlar orqali tasdiqlab bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan o'rinlarimiz juda ko'p bo'lgan. Mana dengiz nimadan paydo bo'ladi? Daryolar qo'shiluvdi. Mansurda xuddi shunaqa, zehniyatida salohiyati shunaqa bor edi. Sharq mumtoz adabiyoti ham bor, fors adabiyoti ham bor, zamonaviy she'riyat, ayniqsa Abdulla Orifni juda yaxshi ko'rardi va Abdulla Orifdagi o'sha falsafa oxirgi paytlarda nimada ko'rina boshladi Mansurda. Insoniyatning asl ildizlari bo'lgan ko'p narsalarni juda yaxshi bilardi, o'qigan. Undan kelyapti-da. Shuning uchun she'rdagi eng qadim odam paydo bo'lgandan to bugungacha bo'lgan nimaiki muammo, nimaiki dard, nimaiki inson bilan bog'liq hasrat bo'lsa, o'shani ayta olardi. Va aytdi ham mana she'rlarda ko'rib turamiz. Mansurni keyingi she'rlarida tobora uni ayniqsa
diniy ma'rifatdan, ayniqsa tasavvuf ilmidan, tasavvufdan qanchalik xabardorligi aks etdi. Ko'ngil kechinmalari, fikr tarzi hammasini o'ziniki qila boshlaganini, tasavvufni o'ziniki qila boshlaganini kuzatish mumkin. Biz shundayin sug'ro g'arib, biz shundayin kubro sharif, biz shundayin yaldoli tun, biz shundayin subhi zarif. Bizga bir yordir tamiz, sukut bizni eshitadir, sevgimizni sevgilimiz aytmasak ham eshitadir. 30dan oshib, demak, ma'naviy jihatdan, ilohiy jihatdan qanaqadir ruhida o'zgarishlar, tayyorgarliklar boshlagan. Bu she'rni o'qisangiz, mana tanglar maktublar o'qisangiz, sal isyon bordek ko'rinadi. Komil bir ko'ngilni yurdim sog'inib, garchi ko'rsatmading umid dog'ini, tuzgan jahoningdan ko'nglim to'lmadi, tangrim qaytadan chiz yaxshirog'ini. Menga qo'ng'iroq qildi, rasmga qarab turgan. Keyin ustoz dedi, shu bilasiz, hadis turkumini yozganman, Arbain dedi. Shuni nashr qilsak dedi. Keyin xo'p, qanaqa, nima vaziyat, tayyormi desam, uni dedim Mirzo Kenjabek domlaga deb ko'rsatdim. Mirzo Kenjabek domla nima ham yozib berdi shekilli, bosh ham yozib berdi dedim, ko'rdi dedim, xullas juda ma'qul keldi dedi. Arbain an'anasi Hazrati Mavlono Abdurahmon Jomiydan boshlangan. Ayni Jomiy Farsiy nazm qilgan 40 hadisni Hazrat Navoiy ham turkiy nazmga solib, yangi Arbain tuzganlar. 20 va 21 asrda ham bu an'ana davom etdi. O'z davrida buyuk ustoz Abdulla Oripov mazkur mavzuni yuksak maqomga olib chiqdilar va hikmat sadolari turkumi shoir ijodining gultoji bo'lib qoldi. Keyin Sirojiddin Sayyid, Shukur Qurbon, yosh shoir Mansur Jumayev o'ziga xos Arbainlar tuzdilar. Hadis mujdalari turkumining muallifi shoir Mansur Jumayev an'ana tusini olgan arbainchilikka jasorat bilan qo'l urib, aytish lozimki, ustozlardan tubdan farq qiladigan zamonaviy to'rtliklar turkumini yarata oldi. Mirzo Kenjabek O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi. Arbainlarni yozganlarda o'qiganimda Suhro, bilasizlar, endi bir necha kun o'zimga kela olmadim. Shunda aytdim, sen buni ko'chiryapsanmi yo o'zing yozyapsanmi deganda, "Hey dada, ko'chirgan bo'lsam siz bilasiz-ku, men shoir yozuvchilar ko'chirgan bo'lsam bilishadi-ku" deb aytardi-da. Darveshlar topindi qalbi shohiga, kemalar yukindi bandargohiga. Allohim, Allohim, eshityapsanmi? Qanday chidayapsan bandang ohiga? Talabalik paytlarimiz endi mana Telegram, ijtimoiy tarmoqlar endi kirib kelgan paytlarida endi. Keyin rosa shu hamma o'sha agent.ru degan nimalarda yozadi, Telegramda yozadi, Odnoklassik shunaqa tarmoqlar yozadi. Keyin bir kun bir o'tirib, shu bir xat yozay dedimda, Mansurga, yana bir 4-5 ta do'stlarga yozdimda, uy manzillarini so'rab oldim ulardan. Ko'plari viloyatda. Mansurni ishxonasiga yozganman. Keyin shu qanday bir endi ikkovimiz ham nimada turamiz? Ijarada turamiz. O'zi bitta uy turamiz, lekin bir-birimizga xat yozyapmiz. U ishxonamga yozgan, men uni ishxonasiga yozganman. Gazetani nimasiga, tahririyatda manziliga yozganmiz. Endi shunaqa bir orzular bo'lgan, Mansur javob xatlar yozgan. Shu Toshkentda ham o'zimizni bir boshpanamiz bo'lsa, bir uy olsam, xudo xolasa shunday bir alohida bitta nima qilaman, kitob javon qilaman deb shu xatlarda yozishgan nimalarimizni Mansur qildi. Bir safar shu oilaviy bir nima qilganda chiqqanda, Dilmurod dedim, mana shu kitob javon dedi, o'sha xatlarimizda yozilgan kitob javon dedi. Mana shu kitob javonda o'sha yozishgan xatlarimiz ham turibdi dedi. Shunaqa bir orzu qilardi, orzularga erishishga harakat qilardi. Shu orzumand yigit edi-da. Shu farzandini ismini ham Orzu deb qo'ygan, qanday bir o'zbekcha chiroyli ism qo'ygan. Bir kuni qizimizni bog'chaga berishimizdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazishimiz kerak edi va xususiy klinikaga, shifoxonaga bordik. Juda qimmat bo'lib ketdi nimalari, analizlari. Keyin olib keldim, chekini Mansur akaga olib kelib, xijolat bo'lib uzatdimda, keyin ular uzoq tikilib qoldilar. Men ularni shuncha mablag'larni
ishlatdim. Muhim farzandimni sog'lom ekan-ku dedimda, baribir hijolat bo'ldim ularni shuncha pullarni tibbiy ko'rikka sarflaganimiz uchun. Shunda aytdim, uzr Mansur aka, shunaqa qimmat ekan desam, yarashganini qara dedilar. Keyin nimani dedim, desam, Orzu Mansur qizi degan so'z bor edi u yoqda analizda. Eng ishonchli lug'at degan lug'at tuzganlarda Mansur aka va unda Orzuni so'zlari, yangi chiqqan so'zlari, masalan, u bog'chaga borardi, aya, ona, mami, mama chizib turib, ona degani, binnot chiziqcha qo'yib, ukasi bunyod degan Orzuni so'zlarini lug'at qilib tuzatuvdi. Katta bo'lsa albatta o'ziga beraman deb. Qorsilaga aylanib ketdi hayot soyiga, ketaverdi loylanib tanimagan joyiga. Qorligida sal yo'q, qayga ketdi aytmaydi, u qor bo'lib yashagan cho'qqisiga qaytmaydi. Ona nima, siz kimsiz, aytasan takror takror, men hech kim bu dunyoda, dadang bilan xudo barobar. Sevildik, sevindik, ammo aqlli zotlardek bo'lmadik, sipo shaklli. Ertaroq nishonlab qo'ydik shekilli. Bahor emasmidi biz kutgan fasl? Mansurni juda ham ko'p o'ylayman men. Mansur meni yaxshi ukam, yaxshi do'stim, yaxshi hamkasbim. Farzandlarim qatorida bir farzanddagi nakan deb o'ylayman hozir. O'zbek adabiyotiga juda katta xizmat qilishi kerak bo'lgan, qila oladigan bir potensialga ega, ijodiy bir qobiliyatga ega, iste'dodga ega, ma'rifatga ega. Buni alohida ta'kidlayman, ma'rifatga ega. Bunaqa iste'dodlar ko'p, lekin ichida bir ma'rifati yo'q. Haqni tanish darajasi pastroq. Ba'zan o'zini o'zi inkor qiladigan, yozganlarini inkor qiladigan, kecha aytgan gapini bugun inkor qiladigan ijodkorlar yo'q deysizmi? Mansur esa unaqa emas edi. Juda ma'rifatli yigit edi. Mansur Jumayev shoir sifatida adabiyotimizda, she'riyatda o'zini shubhasiz hech qachon o'chmaydigan izini qoldirdi, o'rnini belgilab ketdi. 33 yosh yashadi. 33 yosh bu nima? Hech qancha nima emas. Misol uchun juda katta shoirlarimiz Usmon Nosir, hatto mana Shavkat Rahmon ham ko'p yashamadi. Mana dunyo adabiyotida bunaqa qisqa umr kechirganlar ko'p, lekin shoirni adabiyotga qo'shgan hissasi uni jismoniy umri bilan emas, balki badiiyati bilan, she'riyatida asarlaridagi badiiyati bilan o'lchanadi, belgilanadi. Shu nuqtai nazardan Mansurni she'riyatdagi she'riyatga qo'shgan hissasi juda muhim. Hech qaysimiz bilmaymizki, oramizda yurgan qay birimizning hayot daftarimiz qachon yopilishini. Men tasavvurimga ham sig'dira olmaganman Mansurning bu qadar Iso payg'ambar yoshida, deylik 33 yoshda oramizdan ketishini. O'sha kecha tug'ilib o'sgan ota makoniga kuzatar chog' do'stlar u bilan birga jo'nashgan edi. Shoirlar, ustoz shoirlar, yoshlar, uning jo'ralari, barcha yaqinlari. Men esa shu yerda qolishga majbur bo'lgan edim va o'sha kecha uyga kirmasdan biroz ko'chada qoldim. Go'yoki jamiyat, atrofdagi odamlar kimni yo'qotganini, qanday bir shoir oramizdan ketganini bilmas edi. Hamma bexabar. Faqatki buni tabiat his qilayotganday tuyulardi menga va o'sha kechaning manzarasini tasvirga muhrlagan edim. Menga atalgan bir she'ri bor. Musofir, 5-musofir degan. Oxirida shunday tugaydi. Ayozda chiroqsiz qoldirma, Tangrim shoir yo'q konteynerlarni. Deydi. Aslida bunda butun bir jamiyat, millat shoirsiz qolsa qay ahvolda
qolishi nazarda tutilgan deb o'ylayman men. Mansur aka ko'ngillarni shoirsiz qoldirib ketdi deb o'ylayman. Hozir jigargo'sham qayerda yuribsan deb turib eshikdan kirib keladiganday, yo'limda uchrab qoladiganday bo'lib turaveradi. Sadaqai joriya degan gap bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunaqa nima aytilgan ulug' o'gitlardan birida mana shu sadaqai joriya, uni farzandlari orqali bo'lishi mumkin, yozgan kitoblari orqali bo'lishi mumkin, qurgan inshootlari bilan bo'lishi mumkin, bir quduq qazgan bo'lsa quduqlar bilan bo'lishi mumkin. Mansurda ham sadaqai joriyasi bor. Duo qilib aytamanki, mana shu qiyomatga qadar uni yozganlari sadaqai joriya bo'lib Mansurga yetib boradi. Mansurni o'qiylik. Ko'proq mutolaa qilaylik. Albatta ko'p ma'naviy bahralar olamiz. Men o'g'limda, qizimda ko'rib, nigohlarini ko'rib xursand bo'lardim. Yaqinda harakatlarini ham ko'rishni boshladim-da. Bog'chaga olib boraman, bolalarni olib kelishda ko'pchilikni dadasi olib ketadi-da bog'chadan. Qizlarini kiyintirib, orzu qarab qoladi-da. Keyin opasini nigohi mahzunlashganini bildi-da o'g'lim. Shundoq bordi-da, orzu deya olmaydi hali, "Oy shu, ma" deb sapogini tutib nima qilyapti-da. "Ki" deb eng tiz cho'kib opasini poyiga sapogini kiygizyapti yoki kurtkasini qadolmasa ham mamdoq qilib to'g'rilaganday bo'lib qolyapti-da. Buni ham himoyachisi bor, men borman degan bir ulguni ko'rdim, dadasidagi bir g'ururni ko'rdim. O mening xatolarim, o mening xatolarim. Bolam keldimi navbat, yu mening xatolarim. Meros edi xatolar, voris bo'lar o'tam ham. Xato sabab jannatdan quvilgandi otam ham. Tan olmasam bu gunoh, yasholmayman begunoh. Meni buncha sevasiz, o ishtiboh. Yaratganni yozib bergan ekan. Bizda mana oilasi, farzandi shular qoldi. Qolgan umrini shularga bersin. She'rlari qoldi, kitoblari bor bolamni. Ming marta shunga ham shukr qilaman. Ilohi shular sog' bo'lsin, kelinim sog' bo'lsin. Orzusidan ko'p so'ylagan ukam shu. Bunyodini ko'p o'ylagan ukam shu. Barchamizni tashlab ketdi ustam shu. Shayxalidan o'zga unga manzil yo'q. Mansur desam hadeguvchi mas'ul yo'q. Borligida haq Xoliqqa so'z berdi. Borligida shu borliqqa so'z berdi. Nogahonda ayriliqqa so'z berdi. Kechagina bor edi u, hozir yo'q. Mas'ul desam hadeguvchi mas'ul yo'q. Hech to'lmadi yuragim, bitarmi bu yaralar? Bormi sendek komil do'st, yana qachon yaralar? Yozilarmi men sevgan turkularning davomi? Tangriga maktublar u 40 hadis, ruh poralar. Qaniydi shu she'rimni bir umr yozmasaydim, shoirlar she'r yozmasa, bo'lmasaydi ayroliq. Og'a, mag'rur ko'ksimni tuproqqa bosmasaydim. Og'a, mag'rur ko'ksimni tuproqqa bosmasaydim. Og'a, doim yonimda oqib tursang daryodek, shoirlar she'r yozmasa, men ham she'r yozmasaydim. Sevmoq, sevilmoq ham Xudoning qarzi. Xudoga yetarmi shoirning arzi? Olamni to'ldirgan oy kabi tarzi. Ko'ngilning torlari muborak bo'lsin. Ajal yetmasa gar bir xas ham qalqon. Bo'lsa yer yuzida 100 asr qiron. Yer ostiga hajja bo'ldi ul o'g'lon. Mansurning dorlari muborak bo'lsin. Yo'q, bu quyosh emas, bu o'tli ko'z yosh. Bir tomchi nur tilab entikadi jon. Adolat so'raysan, erimaydi tosh. Tomiringda qaynab qotib qolgan qon. Yo'q, bu yomg'ir emas, bu achchiq taqdir. Bir ojiz ko'ngilni o'rtagan alam, ochilmoqdan qo'rqib o'layotgan sir. Bir tomchi ko'z yoshga ko'milgan olam. Buncha uzun bu yo'llar, buncha bag'ri yag'irdir. 11 yo'ldosh barodir, bari yag'ir bag'irdir. She'rlar qoldi shoirsiz, nahot she'r ham sag'irdir. Lek shoir tangriga yorlanib borar do'stim. Derazadan termulsam,
otilib chiqib oting, xayolimda siniqqan surating turar boqib, tark etdi deb ingrasam, battar o'rtabon yoding, borgan sari dunyoda borlanib borar do'stim. Yo'q edi-ku ustoz bisotingizda, axir hovliqmalik fe'lidan ulgu. Bir bor shoshildingiz hayotingizda, shu birgina kasri nahotki mangu. Qayg'u odamga dars bo'lsaydi zora, turibman barchasini yaxshi tushunib. Afsus, aziz do'stning bugun ilk bora tug'ilgan kunini ko'rmagan kun. Shoshma vaqt, duosiz o'zgarmas taqdir. Ko'z suvga olingan, hayolim gilda. To'xta, do'stim qolib ketmoqda axir 2024-yilda. Kipriklaringda titroq, ko'pga qo'shding otangni, ko'pga qo'shib ertaroq tanidingmi vatanni? Nima dey vatan desam, yuragim cho'g'dir o'g'lim, otang yotgan tuproqning bahosi yo'qdir o'g'lim. Ishq dedim kezib to'rt yog'ingda, ishq dedim chorladim bilmayin, azizim sen borar bog'ingda, men kutib olurman jilmayib. Ungacha yo'l bordir ko'p yiroq, tarhini topmadim kim bichgan, qilichim damidan o'tkirroq, sochlaring toridan ingichka.